Mana shu ko'rib turgan bahaybat uyini 140 ming dollarlik reklamasini ko'rdim. 135 ming dollarlik reklamasini ko'rdim. Hozirda srochniga 127 ming dollarga sotuvga chiqadi. Qisqa jabzo qilib tushuntiraman. Oldi tarafda bir so'tcha zaxvatlar bor, mahallasi ham keng va asfalt qilingan. Xo'p, 4,5 sotuq hujjatda. Fasad razmeri 16, ichkariga 28 metr. Turgan joyimiz Bardan ko'l. Hamma bilishadi. Kommunikatsiya keladigan bo'lsa, bitta kanalizatsiya yo'q, ya'ni uni ham avtonomniy qilib qo'ygan. Uyimiz 320 kvadratlik. Kirganimizda mana shunaqa katta, ya'ni hol kutib oladi. Chap qo'ldagi xonamiz oshxona, oshxonani mana hovliga, ya'ni panoramniy qilib qo'ygan. Bu yoq tarafdagi xonamiz zal. To'rida общийga sanuzel, bu yoq tarafda bitta yotoqxona va yotoqxonaning ham o'ziga sanuzellari bor. Tepada 3 ta yotoqxona, bitta umumiy zal. Ko'rib chiqdim, hamma ya'ni stroy materiallar eng sifatli materiallardan qilingan. 127 ming dollarga. Vashshe zo'r narxda, bildik xo'p. Kirganimizda holni ham oynasi mana tashqariga panoramniy ekan. Tegada egalar nomeri har doimgidek Telegram kanalda aniq lokatsiyasi bilan joylansa hamchi bosib oladigan joyi chiqib qoldi.